Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Darslarimizni davom ettiramiz va bugun sizlar bilan multi-level writing bo'limini task 2 qismini ko'rib chiqamiz va aynan blog post yozishni o'rganamiz va bizga quyidagicha mavzu berilgan. You're writing a blog post for digital learning community website. Ya'ni digital learning degani bu raqamli o'rganish. Raqamli o'rganish bu ya'ni aytaylik internet orqali, har xil ilovalar orqali, ya'ni mana shu kompyuter, telefon, internet orqali o'rganish, mana shunaqa bir community bor. Community degani bu jamiyat, ya'ni shunaqa o'rganadigan insonlar veb-saytiga yuborayotgan qanaqadir postingiz, ya'ni sizni shaxsiy fikrlaringizni ifoda etgan qandaydir yozuv. Blog post bu shunaqa narsa, ya'ni o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni biror bir mavzuda yozasiz va uni internetga joylaysiz. Mana shu narsa blog post deyiladi. Va savol ketyapti bu yerda. How I use technology to improve my learning. Ya'ni qanday qilib men texnologiyadan o'z demak o'rganishimni, biror bir narsani o'rganishni, o'qishni yaxshiroq tashkil etaman. Qanday qilib yaxshilayman. Va write a blog post explaining which digital tools or methods help you study better. Ya'ni qanday tools or methods, ya'ni qanday yo'llar va qanday uslublar dan foydalanasiz. Ana shu o'zingizni demak o'qishingizni yaxshiroq tashkil etish uchun va bu yerda shartimiz 180 yoki 200 ta so'z yozish sharti berilgan. Mavzu bo'yicha aynan template'ni ko'rishdan oldin umumiy blog post template'ini ko'rib chiqsak, ya'ni template bu umumiy andoza, ya'ni umumiy qoidalar qanday yozilishi bo'yicha. O'tgan darsni ko'rgan o'quvchilar mana shu slayd bilan tanish bo'lish kerak. Bu yerda hamma narsa o'sha o'tgan safargi bilan deyarli bir xil. Ya'ni forum post, blog post bir xil demak structure bo'yicha yoziladi. Introduction, body paragraph 1, body paragraph 2 va conclusion qismlaridan iborat. Demak, introduction qismimiz 40 ta so'zdan tashkil topishi kerak o'rtacha va o'zimizning shaxsiy fikrimizni aniq ifodalashimiz kerak bo'ladi. Va briefly introduce what you will discuss, ya'ni ushbu postda siz nimani discuss qilishingizni ozgina tushuntirib o'tishingiz kerak. Ya'ni introductionda 2 ta yoki 3 ta gap bo'ladi va mana shu 2 ta asosiy talabni bajarish kerak. Ya'ni savolga javob bo'lishi kerak aniq va postda nima qilishingizni umumiy aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, body paragraph 1, ya'ni main advantage yoki main reason, ya'ni asosiy sabablaringizni ko'rsatib o'tasiz. Bu yer taxminan 60 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Demak, birinchi eng asosiy sababni ko'rsatasiz va uni keyingi gaplarda tushuntirib berasiz va iloji bo'lsa albatta example qo'shib ketishingiz kerak. Bu shaxsiy example bo'lishi mumkin, statistika bo'lishi mumkin, mana bu joyda personal experience, ya'ni shaxsiy hayotingizdan olingan qanaqadir bir example ham bo'lishi mumkin. Body paragraph 2 da additional point or contrast, ya'ni qo'shimcha ana shu fikringizni qo'llab-quvvatlovchi qanaqadir argumentlar bo'lsa, ana shularni yozib ketasiz. Bu yerda yoki kontrast ham qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz fikringizga qarshi fikrlarni eslatib turib, keyin o'zingiz fikringizni himoya qilishingiz mumkin. Ya'ni give another benefit, yana bir benefitini bering. Address a common counter argument, ya'ni counter argument bo'lsa, ana shunga qandaydir javob qaytaring degani address degani va explain why it is important. Ya'ni bu yerda o'sha birinchi asosiy fikrimizni yana explain qilamiz va example berishga harakat qilamiz. Conclusion qismi 30 ta so'zdan iborat taxminan. Tepada mana bu berilgan fikrimizni yana qaytadan takrorlaymiz bu yerda. Restate your opinion clearly, introduction bilan bir xil bo'lishi kerak. G'oyasi albatta yozilish boshqacharoq bo'ladi, lekin tepadagi fikrga zid bo'lmasligi kerak va summarize the main benefits. Mana bu tepada aytilgan argumentlarni umumlashtirib qo'yamiz keyingi gapda. Endi mana bu template'ga e'tibor beramiz. Bu endi aynan mavzuga moslashtirilgan hozirgi o'tayotgan mavzuyimizga va ana shu mavzu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Introductionimiz demak 3 ta gapdan iborat. Birinchisi general statement, ya'ni general statement yozish mumkin. General statement bu paraphrase emas, balki ana shu mavzuga doir biror bir gap. Ya'ni bizda mavzu shunaqa ediki, how I use technology to improve my learning, ya'ni qanday qilib texnologiyadan o'zimni o'qishimni yaxshilash uchun foydalanaman degan mavzu edi. Shunga nisbatan qanaqadir umumiy gap yozib olamiz. Technology is important in modern learning, ya'ni zamonaviy hozirgi o'rganish jarayonida texnologiya juda ham muhim deb birinchi gapimiz yozib olamizda va writer stance degani o'sha opinion degani, buni ya'ni qaysi tomonda ekanligi, fikri ya'ni o'zining shaxsiy fikri, opinion, prefers using digital tools alongside textbooks. Ya'ni
digital tools, ya'ni o'sha raqamli texnologiyalardan, imkoniyatlardan foydalanaman alongside textbooks, ya'ni textbookslar bilan birgalikda, ya'ni traditional learning bilan birgalikda men digital toollardan foydalanaman o'qishimni yaxshilash uchun. Va purpose, ya'ni maqsadimiz nima? Ushbu postda to explain which tools and methods help most, ya'ni qaysi demak tools and methods bizga yordam beradi eng ko'pi. Ya'ni qanday o'sha yo'llar, qanday demak uslublar bizga yordam berishini yozishimiz kerak bo'ladi. Va body paragraph 1 va body paragraph 2 ikkiga bo'lingan. Bu yerda mavzu jihatdan birinchi individual digital tools va collaborative digital learning. Ya'ni individual digital tools bu insonni o'zi boshqalarning ishtirokisiz qila olishi mumkin bo'lgan, ya'ni individual qandaydir uslublar. Ya'ni aytaylik, bu yerda mana flashcard apps berilgan, video platforms berilgan. Bu yerda ya'ni u narsani o'zi bajara oladi. Mana shu haqida gapiramiz. Collaborative degani bo'lsa, bu boshqalar bilan birgalikda, collaboration degani birgalikda, hamkorlikda ishlash va hamkorlikda o'rganish uslublari digital tools orqali. Hop, endi ko'rib chiqamiz. Demak, flashcard apps degani bu flashkardalar, ya'ni misol uchun oldilari o'zimiz ham foydalanganmiz. So'zni yozib olamiz qog'ozga, orqasiga tarjimasi. Shunaqa qilib takrorlab yuradigan narsani flashcard deyiladi. Endi shuni zamonaviy mobil ilovalardagi ko'rinish ham bor. Mana shuni flashcard apps deyilyapti va uni demak benefitlari easy to review, ya'ni uni takrorlash juda ham oson va mobile learning, uni ko'tarib yurishingiz mumkin telefonda bemalol, juda ham qulay. Xo'p, va example sifatida berib ketyapti. Space repetition improves memory. Ya'ni mana shu flashcard applar asosan mana space repetitionga asoslangan. Space repetition degani bu aytaylik biror bir so'zni ma'lum bir vaqt davomida takrorlab yurish, deylik har 2 soatda yoki kunda bir 2-3 marta sizga o'zi taqdim qiladi so'zlarni. Mana shu narsa vaqt oralig'ida takrorlash. Mana shu space repetition deyiladi. Bu xotiramizni yaxshilaydi. Va bundan tashqari video platforms, ya'ni misol uchun YouTube platformasini olishimiz mumkin yoki boshqa platformalarni olishimiz mumkin yoki meni misol uchun deylik TM School ilovamizni olishimiz mumkin. U yerda ham ko'p narsalar o'rgansa bo'ladi videolar orqali. Ya'ni o'zi o'sha videolarni tomosha qilib o'rganadi bu yerda. Simple explanation for difficult topics, ya'ni qiyin mavzularga oson tushunchalar berilgan u yerda. Misol uchun example'lar bor. Aytaylik, short tutorials clarify grammar better than class notes. Misol uchun grammatika o'rganyapsiz, darsda uni o'rganishingiz qiyin, lekin qanaqadir qiziq videoni ko'rdingiz, shu videoda juda ham oddiy sodda qilib tushuntirib berilgan bo'lishi mumkin. Endi bu individual fokusdagi demak uslublar. Endi biz collaborative, ya'ni boshqalar bilan birgalikda qanday tashkil etishimiz mumkin ushbu demak o'rganishimizni, shu haqda argumentlarimizni ko'rib chiqamiz. Online study groups and messaging apps. Ya'ni online study guruhlari bor. Misol uchun aytaylik online kurslar bor yoki o'quvchilar birgalikda yig'ilishib aytaylik chat o'tkazishi mumkin. Mana shu narsa study group deyiladi. Va messaging apps. Messaging apps endi mana shu Telegram yoki deylik WhatsApp yoki Facebookni o'zini messengeri bor. Mana shu messenjerlar orqali xabar almashish orqali o'rganish, ya'ni boshqalar bilan birgalikda. Xo'p, endi buni benefiti nima? Sharing ideas, ya'ni odamlar bilan fikr almashish va asking questions, ulardan savol olish, savol berish, fikrlar olish. Mana classmates provide new perspectives, yangi qanaqadir sizga ideyalar, tushunchalar berishadi. Xo'p, va endi bu yerda qo'shimcha yana educational websites and quizzes, misol uchun har xil vebsaytlar bor. Aytaylik, Khan Academy bor. Bu yerda shu videolar tomosha qilasiz, quizlarni ishlaysiz, testlar ishlaysiz va bunga o'xshash saytlar juda ham ko'p. Ya'ni interactive practice bor u yerda. Ya'ni bu yerda siz faqatgina o'zingiz bir narsani passiv qilmaysiz, balki o'sha vebsayt bilan muloqotga kirishasiz. Va bu narsa sizni motivatsiyangizni yana ham oshiradi. Ana shu o'qishga bo'lgan. Va albatta conclusion qismiga qaraymiz. Demak, tepada mana bu fikrimizni yana takroran aytamiz bu yerda. Technology does not replace traditional learning but supports it. Ya'ni texnologiya traditional learningni o'rnini bosmaydi, lekin unga albatta yordam berishi mumkin deb yozib olamizda. Va final point bu yerda asosiy
Demak, mana bu argumentlarimizni yana bir marta eslatib o'tamiz. Demak, bu yerda biz applicationlar haqida gapirdik, videolar haqida gapirdik, discussionlar haqida gapirdik. Mana shularni demak combine qilish, birgalikda ishlatish orqali o'zimni demak darslarimni efficient, samarali va engaging. Engaging degani qiziqarli tashkil etishim mumkin deb tugatib qo'yamiz. Xo'p, kelinlar endi ana shu hozirgi discuss qilingan pointlar bo'yicha, argumentlar bo'yicha sample answer ko'rib ketsak. Demak, mana bu ko'rib turibmiz. Introduction, body 1, body 2 va conclusion xuddi o'sha essay style asosida qurilgan. Bu demak blog postimiz ham va introductiondan boshlaymiz. In today's world, ya'ni hozirgi zamonaviy dunyoda technology plays an important role in education. Education sohasida texnologiya juda ham katta rol o'ynaydi. Xo'p, endi ikkinchi qismida bu o'zini o'sha savolga bo'lgan javobini berib o'tib ketadi. I prefer to use digital tools alongside traditional textbooks because they give me more flexibility and support. Ya'ni ana shu digital uslublardan foydalanishni foydali deb hisoblayman. Alongside degani birgalikda, traditional textbooklar bilan birgalikda, chunki ular menga flexibility and support beradi. Flexibility degani moslashuvchanlik, har xil joylarda o'qish imkoniyati, ya'ni o'qishga aynan misol uchun offline kurslarga borishim shart emas, balki flexible tarzda o'qishim mumkin va menga yordam beradi demak o'sha o'qishga. Hop, va keyingi qismi bu o'sha postda nima qilishimiz. In this post I will explain which tools and methods help me learn better and make my study time more effective. Ya'ni ushbu postda men qaysi uslublar va yo'llar menga yaxshiroq yordam beradi o'qishimga va o'qishimni o'sha samarali tashkil etishimga yordam berish haqida yozaman deb introductionni tugatib olamiz. Va keyingi demak qismlari bu body 1 va body 2. Aytib o'tgandek, individual tarzda o'rganish mumkin va group tarzda o'rganish mumkin. Demak, birinchisi one tool bu demak individual tomondan. One tool I use regularly is flashcard app. Ya'ni flashcard applardan foydalanaman deyapti. It allows me to review important terms quickly. Ya'ni tezda review qilishga imkoniyat beradi. Review degani takrorlash, even when I'm traveling or waiting. Hattoki men o'sha sayohat qilayotgan yoki kutayotgan paytimda ham. Xo'p, the spaced repetition system, aytib o'tdik, o'sha takrorlash sistemasi improves my memory, ya'ni meni xotiramni yana ham mustahkamlaydi va recall information for exams, ya'ni recall information degani ma'lumotni eslash, imtihonlarda o'sha ma'lumotlarni eslash imkoniyatini beradi. I also use video platforms, ya'ni video platformalardan foydalanaman to watch short tutorials, ya'ni qisqa tutoriallarni ko'rishni. They often explain difficult grammar or science concepts, ya'ni murakkab tushunchalarni clearly than class notes, ya'ni yaxshiroq, osonroq tushuntirib beradi darsdagidan ko'ra. And the visuals keep me interested. Va o'sha visuals degani bu yerda vizual qandaydir deylik videolar, rasmlar, mana shu narsalar meni o'sha darsga bo'lgan qiziqishimni orttiradi deb tugatyapmiz. Hop, va paragrafni analiz qiladigan bo'lsak, bu yerda mana 1, 2, 3, 4, 5 ta gapdan iborat ekan. O'sha optimal 4 ta yoki 5 ta gap yozish kerak ba'zi paragraflarda. Shunda mana shu demak 180 talik so'z limitiga bemalol yetib borasiz. Ikkinchi paragrafda endi collaborative methods, ya'ni birgalikda boshqalar bilan birga hamkorlikda qilinadigan ishlarni eslatib o'tamiz. I also learn a lot through collaborative methods, ya'ni collaborative yo'llar orqali ham ko'p narsani o'rganaman. Hop, online study groups and messaging apps, ya'ni o'sha aytib o'tdik, onlayn guruhlar yoki messaging ilovalari, fikrimni bo'lishish, share my ideas and ask questions, boshqalardan savol so'rash imkoniyatini beradi whenever I get stuck. Ya'ni biror bir mavzuda agar tushunmay qolgan bo'lsam, shu joydan qotib qolgan bo'lsam, ana shu imkoniyatni beradi. Often, ko'pincha my classmates give new perspectives that I had not considered before. Yani ko'pincha yangi ideyalar, yangi tushunchalar berishadi. Men oldin e'tibor qaratmagan tushunchalarni berishadi. Hop, in addition, qo'shimchasiga educational websites and quizzes make practice more interactive and enjoyable. Ya'ni ana shu education websaytlari va qanaqadir
testlarni ishlash, mana shu practice qilishni yana ham interfaol qiladi va qiziqarli qiladi va bu narsa meni motivationimni, ya'ni o'qishga bo'lgan qiziqishimni yuqori darajada saqlab turadi. Va endi conclusion, tepada aytgan fikrimizni yana o'sha support qilamiz. Overall technology does not replace books or teachers. To'g'ri, bu texnologiya o'qituvchi yoki kitoblarni to'liq replace qilmaydi, lekin ularni support qiladi. Ularga yordam beradi, qo'shimcha ishlatish mumkin. By combining apps, videos and group discussions, I can study in a way that is both efficient and engaging. Ya'ni mana shu ilovalar, videolar, group discussionlarni birlashtirish orqali men samarali va qiziqarli tarzda o'qishim mumkin. Blog post bo'yicha o'rganishimiz kerak bo'lgan masalalar shulardan iborat edi. Hammaga katta rahmat, salomat bo'linglar. Keyingi darsimizda artikel yozishni ko'rib chiqamiz. Bir ma'lumotni eslatma sifatida aytib o'tsam, biz multi-level testiga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga maxsus ilova yaratganmiz, mobil ilova. Va mana shu mobil ilovamizning nomi TM School. Ushbu ilova orqali siz ko'plab foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin va testga yaxshiroq tayyorlanishingiz mumkin. Demak, ilovada listening, reading, writing, speaking sectionlari bor. Undan tashqari video darslar ham bu yerda bor. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va ayniqsa maslahat beraman sizlarga mana shu speaking qismidan ko'proq foydalanishni. Chunki speaking qismini bilamiz, imtihonda biz kompyuterda topshiramiz va u yerda vaqt bosimi juda ham katta bo'ladi va bilamizki, u yerda ma'lum sekundlari bor o'zini va biz mana shu kompyuter formatiga mos ravishda mobil ilova yaratganmiz. Misol uchun testni ichiga kirib mana ko'rsatib berishim mumkin va xuddi o'sha imtihon holatida bo'ladigan sekundlar mana shu ilovada ham bor. Mana model answer orqali namunaviy javoblarni ham o'rganishingiz mumkin va namunaviy javoblarni o'rganib bo'lgandan so'ng orqaga qaytasiz, boshlash tugmasini bosasiz va imtihon muhitida test topshirishingiz mumkin. Audiolar yozib boriladi pastki qismida mana bu joyda va sekundlar ketadi tepada mana bu joyda mana sanayapti. Hozir 5 sekunddan keyin javob. Mana bu please tell me about your best friend mavzusida javob berish kerak. Pastda ovoz yozilib ketilyapti. Undan keyin audioni eshitish mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda har bir part bo'yicha demak savollar berilgan va savollar aynan tushgan savollar asosida tuzilgan. Ya'ni sizga ham qayta shu savollar tushib qolish ehtimolligi bor. Ya'ni shu tomondan ham ushbu savollarga tayyorlanish juda ham muhim. Mana rasmli savollar ham bor. Bu part 1 bo'yicha, part 2 bo'yicha ham xuddi shunday, part 3 bo'yicha ham xuddi shunaqa, ya'ni sekundlik vaqtlar bor. Xo'p, savollar bor, ko'rib chiqishingiz mumkin va full test topshirishingiz mumkin bu yerda. Part 1, part 2, part 3 va full exam shaklida topshirishingiz mumkin. Audiolar yozib olinadi va mana bu joyga tushadi. Buni audioni siz o'qituvchingizga share qilishingiz mumkin, o'zingizga saqlab olishingiz mumkin, eshitib, xato kamchiliklaringizni o'zingiz tinglab ko'rishingiz mumkin. Albatta tavsiya qilamiz ushbu ilovani yuklab olib ishlatishni. O'sha Play Store yoki App Store'dan TM School deb qidirsangiz bemalol yuklab olishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. See you soon. Take care.